Farhod madaniyat saroyi ko'plab ulkan loyiha va tanlovlarga beshik bo'lgan ijodkorlar maskani. Qizilqum san'at g'unchalari bolalar ko'rik tanlovi aynan yirik loyihalardan biridir. 2 yilda bir bora bo'lib o'tadigan Qizilqum san'at g'unchalari ko'rik tanlovi 1998-yilda ilk bora o'tkazilgan edi. Navoiy kon metallurgiya kombinati madaniyat muassasalarining ijodiy jamoalari raqs, vokal, yakka xonandalik, orkestr, zarbli cholg'u asboblari yo'nalishi bo'yicha 6 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar tanlovda qatnashadilar. Kombinatimizning 8 ta madaniyat muassasalaridan 800 nafar o'g'il-qizlar ishtirok etishadi. Qizilqum san'at g'unchalari bolalar ko'rik tanlovi yangidan yangi iste'dodlarni, iqtidorli bolalarni kashf etadi. Qizilqum san'at g'unchalari 17 bolalar ko'rik tanlovi ham bundan mustasno emas. Zarafshon, Uchquduq, Nurobod, Zafarobod, Zarmetan, Navoiy, Ketmenchi koni, Do'stlik agrofirmasining iste'dod egalariga bir so'z bilan aytganda, Qizilqum san'at g'unchalari 17 bolalar ko'rik tanlovida omadlari yor bo'lishini tilab qolamiz.